जिया लगदा है दिल टूट ना जाए बेचारा तेरे यार बचे ने मेरा तू ही है बस यारा तेरे यार बचे ने मेरा तू ही है बस यारा Nima qildi otasiz o'sgan qiz bo'lsa, men unga otasi bermagan mehrini bermoqchiman. Zamin mehribonlik emas. Nimaga? Agarda qiz otasiz o'sgan bo'lsa, u yomonda gumonda bo'lamiz. Uni aybi ota quchog'ini ko'rmaganimi yoki ishlab onasiga yordam berganimi? Nimaga ota-ona qilgan xatosi uchun farzand ozor chekish kerak? Nima ular? Baxtli bo'lishga haqli emasmi? Nima qildi otasiz o'sgan qiz bo'lsa, men unga otasi bermagan mehrini bermoqchiman. Zamin mehribonlik emas. Nimaga? Agarda qiz otasiz o'sgan bo'lsa, u yomonda gumonda bo'lamiz. Uni aybi ota quchog'ini ko'rmaganimi yoki ishlab onasiga yordam berganimi? Nimaga ota-ona qilgan xatosi uchun farzand ozor chekish kerak? Nima ular? Baxtli bo'lishga haqli emasmi?